Qaranglar, mama, men 3 etajli qasr uy olganman, mazza qilib yashayapman. Yo'q, aynan o'zimning ashillachi bolamdan Mramirdan qilingan balkonlar bu, mama. Koridorlaridan esa ilhomlanyapman. Mama, men ham gaplashay. Kim tur? Men qizim bilan gaplash. Sürpriz qilamiz aytmoqchi. Ha qizim, biz bergan pullarga uy olibsan-da. Ha, barakalla. Ana yaxshi ko'radigan ashulalaringdan bitta aytib ber qizim. Bor o'shalarga bor, agar seni sevmasam, odammasman qol desam, odammasman qol desam, ketaver. Agar ikkinchi ashula aytgin desam, odam podanmasman. Mangina. Ber, qa. Yuboram, xafa qilasan. Ala. Ana o'chirib qo'yibdi. Xafa bo'ldi sendan. Yuboram, xafa qilasan, O'chirdim, men ham gaplashayin devdim-a. Borganda gaplashasan, ha, sürpriz qilamiz deb turibsiz-ku. Shu yurmaqan o'zi qaraqosh. Ha? Qani? 3 etajli qasr dedi-qa. Momo. Sengana juvarmak nimaga otangdan shuncha pulda olib kelding danim. Uy qani? Bizning tovuqqa taqqa o'xshaydi-ku bu uyim. Men shu uydalikda, momo. Diydoring qursin sani. Bu o'zimizda musiqadan dars berib, denovdan men bergan pulga ikkitalab uy olsang bo'lardi. Yangisidan. Yo'q, endi ashirib jarding. Nima u? Rostdan nena? Hech qanday bosh to'lovsiz oyiga 3 million 800 dan boshlab bo'lib to'lashga Denov shahar markazida uy sotsa bo'ladi, ena? Ha, men ham eshitgandim-da. Ina birinchi uy olgan 100 ta odamga remonti ichidagi jihozlari bilan ta'minlab berishar ekan. Voy ular, endi lofirmang apa. Ishonmasang, 17-yanvar kuni Telegramda onlayn taqdimotda qatnashib, maxsus takliflardan birinchi bo'lib xabardor bo'ptimi? Ya? O'zing kirganmisan? Yo'q. Ha, unda shoshil. Ha!